Jobsning oxirgi so'zlari. Millioner Jobs 56 yoshida dunyo bilan vidolashdi. U sakratlik chig'ida qoldirgan vasiyatida mundoq degan: "Men bu umrimda muvaffaqiyatli holda savdo sohasining yuqori pallasiga chiqdim. Boshqalar meni hech kim yetolmaydigan utuq erishdi deb qarashib, meni ulgu tutib keldi. Ammo xizmatni hisob qilmaganda o'zimni azaldan baxtli hisoblab boqmadim. Menga nisbatan boylik yaratish men odatlanib ketgan bir xil turmush shakli xolos. Mushu daqiqada kasal karavotga yetib, o'tmishga nazar sag'inimda, ilgirki meni iftixorlantirgan butun dunyo xalqining muayyanlashtirishi va qo'lga keltirgan boyliqim tumshuqimga purab turgan o'lim oldida shunchalik zaif va ahamiyatsiz bilinmoqda. Siz mashinangizni haydab beradigan, sizga ishlab pul tepib beradigan odamni topa olasiz. Ammo hech kim keslingizni tortishib beramaydi. Qo'ldan chiqib ketgan moddiy narsalarni yana tepvog'il bo'ldi. Ammo hayotlik undaq emaskan. Odam operatsiya kartiga chiqqandan keyin saqliq va hayotning qadrini tunib yetadigan. Mayli hozir qandoq turmush kechirayli, amon bir kuni dunyodan ayrilmas. Shunga oilangizni qadrlang. Uyingizdagilarni, do'stlaringizni suying. O'zingizni asrang. Amaliyotda kichik hayotda nurg'un narsalar o'xshash. Masalan, $300 soat bilan $30 soat o'xshash vaqt ko'rsatib berdi.